Bu Islom sivilizatsiyasi markazida joylashgan muzey. Bu yerda mana shunday chiroyli gologramma, mana shunday samoviy tulponlar haqida ma'lumot bu yerda bo'lsa, o'sha eski zamonning ko'zalarida topilgan ko'zalar haqida ma'lumot bu yerda bo'lsa, qal'a haqida ma'lumotlari bor. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin o'sha samo tulponlari degan haykalchalar, barcha ma'lumotlari bor. Bronzadan yasalgan ucharot. Bu yer bo'lsa mana Islom sivilizatsiyasi markazi muzeyiga kirish. Bu yerga kirganingizdan keyin qo'lingizga mana shunday naushnik beriladi. Keyin bu yerda guruh bo'lib alohida aylanib yurasiz. Sizga gid biriktiriladi. Bu yerda devorlarda bo'lgan tarix o'yib yozilgan, ya'ni chizilgan. Ota-bobolarimiz hammasi bu yerda bor. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Islom sivilizatsiyasi markaziga biz Farg'onadan turib bordik. Yo'limiz biroz uzoqroq edi, 330 kilometr. Perivaldan tushdik. Perivalda manzara juda ham go'zal. Yo'lda ovqatlandik. Ko'rishingiz mumkin Perivaldagi manzarani. Perivalda o'sadigan tog' bor ekan. Yiliga 5 santimetrga o'sar ekan. Bu tog' haqida ma'lumot bo'lsa, kommentda yozib qoldiringlar. Biz Farg'onadan turib Islom sivilizatsiyasi markazi Toshkentga borish uchun 330-340 kilometr masofani bosib o'tdik. Yo'l juda ham chiroyli, bilasizlar, vodiy Perivali juda ham go'zal. Aynan hozir. Keyin esa biz mana Islom sivilizatsiyasi markaziga kirdik. Bu yerda bizga gid tayinlandi. Keyin qo'limizga naushnik berildi. Naushniklardan qulog'imizga taqib oldik. Keyin esa gid bizga to'liq ma'lumotlarni tushuntirib bordi. Seans 2 soat davom etdi. 1,5 soat muzeyni aylandik. Yarim soat bo'lsa o'sha Islom sivilizatsiyasi markazidagi masjidga kirdik. Tepadan Qur'on oyatlari tushdi gologramma shaklida. Mana ko'rishingiz mumkin. Bizga berilgan naushnik taqib olasiz. Keyin esa mana bunday gologramma, chiroyli 3D animatsiyalarda bizga tariximiz ko'rsatildi. Mana shunday. Keyin esa bu yerda eski zamondagi toshlar, qadimgi o'yib yozilgan toshlarning turlari, biz O'zbekiston O'rtoqchidan topilgan toshlarning turlarini ko'rsatishdi. Hattoki odam qanday bo'lgani, odam sivilizatsiyasini ham ko'rsatib berishdi mana shunday gologramma orqali. Juda ham chiroyli manzara, kelib ko'rishlarini tavsiya qilaman. Mana ko'rishingiz mumkin, realistik ko'rinishda qilingan. Bu bo'lsa shaxmat doskasi ekan, o'sha paytdagi shaxmat doskasi. Shaxmat doskasidagi ko'rinishi. Tepada bo'lsa mana ko'ryapsizlar, tosh davridagi odamlarning yashagani, hammasini ko'rsatishdi bizga. Bu yerda keyin mana bunday haykalcha ham bor ekan. Keyin O'zbekiston shaharlarining paydo bo'lishi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Barcha narsa mana shu yerda chiroyli qilib joylangan. Dehqonchilik qanday rivojlangan, qanday sivilizatsiya bo'lgan, hozirgi kunda qanday ishlashyapti. Sigirlar o'sha qanday qilib mollar yordamida qanday qilib omochdan foydalanishgan. Bu yerda bo'lsa mana ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Bu yerda mana otlar, samo tulponlari, o'sha qadimgi bronzadan yasalgan otlarning haykallari ham bor. Juda ham go'zal. Nima desam bo'ladi? Kelib ko'rishni tavsiya qilaman. Barcha narsasi bor. Hozir tushuntirib o'tganimdek, bu yerda qal'alar haqida ham ma'lumot bor. Kelib o'zingizning ko'zlaringiz bilan ko'rishingiz kerak. Manzaralari juda ham go'zal va kelganlarga afsuslanmaysizlar. Biletning narxi 60 ming so'm ekan, lekin turistlarga 200 ming so'm, O'zbekiston fuqarolariga 60 ming so'm. Ichkarida barcha narsa bor. Mana bunday haykallar, barchasi jonli, hammasi